bobo bilan buvini tarbiyasi bola uchun qanchalik zararli yoki foydali? Videoni oxirigacha ko'ring, tushuntirib beraman. Hozir sizlar bilan buni ikki xil holatda ko'rib chiqamiz. Birinchi holat: agar farzand bobo, buvi bilan bitta xonada turmasa, bolani bo'sh vaqtida iloji boricha ularni tarbiyasini olish uchun olib boring. Bu jonlar nevarasini har doim himoya qiladi. Eng mazali taomlarni tayyorlab beradi. Kichik yutuqlari uchun ham quvonishadi. Bolalar esa o'zini yanada baxtli his qiladi. Lekin nabira bobo, buvi bilan bitta xonadonda turadigan bo'lsa, ortiqcha mehr zararga ishlab qolishi mumkin. Chunki bola uchun mumkin bo'lmagan telefon o'ynash, shirinliklar yeyish keksalar tomonidan me'yoridan ortiq ruxsat etiladi. Oila muhitida muvozanatni to'g'ri saqlash siz ota-onalarga bog'liq. Videoni bobo, buvilar bilan turadigan ota-onalarga jo'natib qo'ying.